Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Agar mana xudo xolasa ona bolani ham o'ta noyobidan keldi. O'ta chiroyli narsa mana jonivor. Haqiqiy boqsa arzimaganidan keldi mana ona bolani ham shu toza arashamidan. Xolasini qaranglar. Dumbani ham razrezga qaranglar mana. Tekis cho'tki narsa mana. Latta osilib ketgandan emas. Dumbasi ham olasiniki. Haqiqiy toza narsa mana. Buni idishiga ham e'tibor bering mana. Zo'r edi. Buni o'sha qo'y qilib boqib yurishga xudo xolasa arziydi. Onasi ham o'sha jasadi katta narsa zamona. Yegan yirik narsa. Onasi ham yosh. O'sha zotga ko'paytirib yurgandan xudo xolasa yaxshi narsa mana. Bitta konkretdan zo'r. Narxlarni xudo xolasa yo'lda qilib yengilroq qilib beramiz. Buni olganga xudo xolasa mana. O'zini haqiqiy rabbi o'ziniki. O'ta zo'r edi. Qiziqqanlarga manzil Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idamiz. O'zimiz xonadonda. Ammo qo'yga xolasa gap yo'q. Cho'tki narsa, oyoqlari ham, xotinlari, to'shlari ham vaqt qaytarchi. Tosh yenglari ham o'ta zo'r narsa mana. Aqa yur, aqa. Haqiqiy zo'r edi mana. Oldi toshlari ham zo'r. Bo'ldi. Haqiqiy mana kelajagi bor narsa. Aqa yuring. Zo'r edi. Bu narxlariga kelsak 7,5 million deyapmiz. Narxini kelishtirib beramiz. Bolasi Qo'chqor. Sog'lommas. Nomerimiz 95lik 429 96 yo'q ham qo'yamiz. Qiziqqanlar bo'lsa, xudo xolasa shoshilamiz, aloqa chiqaringlar. O'zi bir dona xolos. Bundan qolmadi. Bitta zo'r edi. Ozgina baqsalang xudo xolasa buni bolasi bekor qolib ketadi. Mana. Haqiqiy zo'ridan bola ham. Dahshatli mana. Ona ham haqiqiy zo'r. Cho'tki variantda mana. Haqiqiy tozasidan. Bolasi ham shu silliqda. Silliq bo'ladi. Zo'rdan abering, o'ta zo'r edi mana. O'zi qarang mana. Cho'tki. Yurishtirishlar o'ta dahshat, zo'r edi. Bah. Ona bolani haqiqiy zo'r. Bah.